Tamam vatandaş. Bugün çizdağı 2023 yıl 1. ayının 6. günü. Hepteki cüme. Birinci tafsilat. Dünyada çoğun devlet hesaplanğan bir devletnin toluk, hukukluq baş elçisi Çingan vazifesinden ayrılıp devletiga qaytib yeni vazifege olturduğan çağda Amerika taraf qoidalik tertib bo'yicha uchrashuv o'rinlashtirmadi. Çingan vazifege tayinlangan ve Amerikada baş elçilik turgan xotirasini eslaydigan bolsak, Amerika taraf o'tmishdagi o'xshash Amerika Devlet Mahkemesi vekili qabul qiladigan yoki uzatib qo'yadigan bir o'rinlashtirish elib berilmadi. Amerika tarafdan so'z muomala qilish masalasini to'liq tushuntirib berdi. Muşula Amerika tarafdan so'z muomala qilish pozitsiyasini to'liq tushuntirib berdi. Amerikada jongoga qaratgan siyosatning qurilish xarakterlik uchrashishdan strategik raqobatga o'zgarishiga agishib, bo'libmi bu jarayonda kaskan to'qinishlar va qarshilashish omillari o'tirg'i chiqdi. Amerikaning jongoga qaratgan pozitsiyasi qo'pollashdi. Hamda amaliy qiyofat va pozitsiya bilan Amerika jongo munosabatiga muomala qiladigan bo'ldi Amerika. İkinci tafsilat. Baş elçi Çingan bilan Davlat İşler katibi Antony Blinken'ning telefonda aloqada telefon aloqasida gavdlandi. İkinci tafsilat. Baş elçi Çingan bilan Davlat İşler katibi Antony Blinken'ning telefon aloqasi gavdlandi. Telefon aloqasi Amerika tarafdan qo'zg'atilganligi nihoyatda aniq edi. Xizmatlar sifatida Devlet İşler katibi Antony Blinken daimi ve belki resmiyet o'rnida bo'lsa-mu, hech bo'lmaganda oshkora xabar qilishlardan qaraganda yengila tashqi ishlar ministri bo'lib tayinlangan va Devlet İşler katibi Antony Blinken bilan tengdarjilik bo'la oladigan tashqi ishlar ministri Çinganni yangi amaliyat bo'yicha tabriklashi kerak edi. Yeni amali degan Çingan'a berilgan tashqi ishlar ministri degan amali bo'yicha Davlat ishlar katibi Antony Blinken Çingan'ni tabriklashi kerak edi. Bu ahvol o'xshashlar Amerika tarafdan jungo diplomatlarga tutgan qiyofat pozitsiyasining yiroqlashganligini ko'rsatib berdi. Texmadin neshib ketgan tafsilot balki 3-chi tafsilotdir. Amerika'nın jungo turishliq baş elçixonasining ommaviy munozara maydoni baş elçi Çingan bilan Davlat İşler katibi Antony Blinken'ning telefon aloqasi to'g'risida yozgan maqolasining qo'shimcha qismida ikki taraf uchrashishning suratli xabari berilmadi. Diplomatik tafsilotlarga e'tibor beradigan diplomatiya xizmatlariga kelsak, bu yerda kechirgili bo'lmaydigan sabablik shuki. Kechiringlar. Bu yerda kechirgili bo'lmaydigan sabablik shuki. Amaliyotda bu hargiz sabablik hisoblanmaydi. Ko'rib olishga bo'ladigan xabardan ko'rib olishga bo'ladiki, ikki taraf yuz turani ko'rishgan xizmat xotirasi yo'q. Bunisi aniq. Amaliyat ola telefonda sözde işte sürat düşmedi de. Yuqorqilarning hammasi Amerika tarafından jongoga qaratgan munosabatlarda oshkorlangan. Umumning ishini ochiq oshkora ishlash, oraliq saqlashning ifodasidir. Bu Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden doiralarining Amerika jongo munosabatida yangi ramka tiklash, qurilish xarakterlik hamkorlikni qisman asliga keltirish ahvoli ostida yuz bergan intayin g'ayri bir ishdir. Moshundaq ahvol ostida bosh elchi Çinganning vazifasidan ayrilish yo'li Amerika jongo munosabatining hozirgi ahvolini aks ettirib berdi.
balki Amerikaning davlat ichida Jungoga qaratgan siyosat masalasida kayfiyatning bargan siri egirlashayotganligini ko'rsatib berdi.